Korset olishni bas qiling. Hozir sizga 20 ming so'm bilan buni bartaraf qilish sirrini o'rgataman. Hozir hammamizda, farzandlarimizda ham kifoz, ya'ni bukunlik alomatlari bor. Oynaga qarab kiyim kiyganimizda o'zimizga yoqmaymiz. To'g'rimi onajonlar? Buni oldini olish vaqti keldi. O'zimiz uchun harakat qilaylik. Bahor kelyapti, kiyimlarimiz xunuk turmasin. Bolalarimizga ham kelajakda chiroyli qomat egasi bo'lish uchun hozirdan harakat qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Oddiygina 20 ming so'mga mayli sotib olamiz deb shu usulda qilamiz. Mana bolamizga 3 metr, 3,5 metr ketadi. Onajonlarimiz o'zinglar uchun 4 metr, 5 metrgacha ketadi. Mana bu marlimizni e'tibor bering, tahramini. Mana bunaqa qilib tashlamaymiz. 4 qaytlar qilingan qati va mana shu qatlam bo'yicha bo'yim qismidan o'tkazamiz qo'ltiq ostiga. Yeng uzun bo'lsin bolajonlarimizga, onajonlar o'zingizga ham yeng uzun futbolkada kiyib olasizlar. Bitta o'tkazganimizdan keyin orqa qismimiz kelayapti. Bitta aylana, ikkita. Mana bu aylanasini qo'yib olmaysiz. Buni bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi, sichib ketmaydi. Mana shu aylana, mana bu bo'yin qismidan o'tganini tagidan chiqadi. Tagidan o'tkazasizlar qizlar. Tagidan chiqasizlar-da, pastga tushirasizlar. Pastga tushirganingizdan keyin mana bu bilan bir-birini 2 marta aylantirasiz. 2 marta yetarli. Qayta aylanib pastgacha tushishinglar shart emas. Bizga asosan mana bu kerak. 2 aylana qilganingizdan keyin mana shu aylana bilan qorin qismiga olib kelasizlar va qorin qismidan yengil boylab qo'yasizlar. Bu holatda bu videoni turmush o'rtog'ingizga ko'rsatib, o'zingizga bog'lattirsangiz ham bo'ladi. Ish qilayotganingizda buni yechib, ya'ni tepaga ko'tarib olasizlar. Ish qilmay bo'lganingizdan keyin tepaga ko'tarib, ya'ni tushirib, yana shu qomatni raso qilishga harakat qilib olasizlar. Bola ham dars qilayotganda buni mana bu holatda turaveradi. Dars bo'lgandan keyin to'g'ri yurishni o'rganish uchun buni ochib qo'yasiz. Ochganda ham boyagi chiroyli qilib taxlaganimizni sekin astalik bilan ochib, mana bu orqa tomondagini ham yoyib qo'yasizlar. Mana bu joylarda qanaqadir noqulaylik bo'lmasin. Endi xohlasanglar, xohlamasanglar shu qomat, ya'ni astenkanglar to'g'rilanadi bolalarga ham. Televizor ko'rayotganda ham, telefon ko'rayotganda ham engashib ish qila olmaydi. Ish qilayotganda lekin buni ko'tarib qo'yasiz. E'tibor beringlar, yeng uzun bo'lsin, issiq haroratli kunlarda esa futbolka bo'lsin. Mana bu shikast yetkazib qo'ymasin marligimizga va qisman bo'lsa ham bitta barmoq kirsin. Agar bu tortib qo'yadigan bo'lsanglar, qo'l uvushib qoladi. Onajonlar, e'tibor beramiz. Bu video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yasizlar. Bunaqa muammosi bor insonlarga yuborib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Tez, men hammanglarni tekshiraman. Hammanglar sog' bo'linglar, yaxshi kayfiyat. Ramazon oyini chiroyli qomat bilan o'tkazaylik. Sog' bo'ling.